Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham mana shu uchastkaga точный qiziqib qolasiz. Umumiy turi 1 sotkha yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkul sifat bilan qurilgan uchastka srochna sotiladi. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. Abdurahmonov katta yo'ldan 300 metrgina tushib kelamiz. Ko'cha tarafdan fasadi 19 metr chiqyapti. Bu xonadonimizni bemalol ipotekaga xarid qilsanglar ham bo'ladi. O'zini oldida ziloniy zonalariga ega. Ko'ringlar, videoni oxirigacha batafsil ko'rsatib beraman. Video davomida narxi bilan aytib o'taman. Kiruvri shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Полностью keng katta hovlisi, o'rtada kattagina ziloniy zonani ko'rishimiz mumkin. Kelib alohida qurilish qilaman bu yerga ham desanglar, ko'ryapsizlar, bu yerda ham katta joy qilingan ekan, bemalol imorat qilsanglar bo'ladi. Bitta darvozadan xonadan kiruvrish chap qo'lda birinchi katta zal mehmonxona joylashgan bo'ladi. Uni yonginasida bitta samshonli родительский spalniy xonasini ham ko'rishimiz mumkin. O'zini sanuzori bilan va bu yerda bitta katta zal mehmonxona, bitta katta yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Har bitta katta yotoqxonasida o'zini sanuzori bilan birga joylashgan bo'ladi. Alohida kladovka xonani ko'rishimiz mumkin. Uyimizni salkam 50-40% atrofida tepli-pol qilingan kattagina kladovka xonasi joylashgan bo'ladi. Bu yerda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Kuxnya ham полностью komplekt holatda, mebel, texnika jihozlari bilan va bu yerda alohida sanuzorlarni ham ko'rishimiz mumkin. Faqatgina fasad ishlari qolgan tayyor uchastka. Hasanboy Sheribon betonkadan 1,5 kilometr o'tganda, Abdurahmon katta yo'ldan 300 metr kirganda tayyor patkul uchastka ipotekaga xarid qilsanglar ham bo'ladi. Narxi $148,000. Albatta kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.